Ahmad ibn Hanbalga bittasi ilm o'rgating deydi. Nima o'rgatadi birinchi? Tongi tungi zikrlarni o'rgatadi. Ilm o'qiting deganda tongi tungi zikr bilasan deydi. Tongi tungi zikrni yodlaganmisizlar birinchisi? Amal qilyapsizlarmi ikkinchisi? Chunki mana fortishlar ochiq qolsa, shayton bemalol kira oladi. Maqsadingiz ilm bo'lsa, shundan boshlanadi birinchi. Yo, maqsadim boshqa narsa bo'lsa, bilib qo'yinglar, jannatning hidini hidamaydi odam. Jannatning hidi 500 yil masofadan keladi. Bu yo'l bundan ko'ra afzal yo'l yo'q, lekin bundan ko'ra zararli yo'l yo'q agar Alloh uchun bo'lmasa. Chunki birinchi yo'l do'zax kiradiganlar avval man tus'aru bihinnar deganda Abu Hurayra roziyallohu anhu 3 marta shundan ketib qolgan. Va aytmay qo'ying desa aytib yetkazib qo'yishim kerakmi? Tus'aru degani qizdiriladi. Do'zax birinchi yo'l qizdiriladigan odamlar olim qori, boy shahid degan. Maqsad nima? Xudo uchun bo'lgan. Shuning uchun shariatimizda biror ishni, masalan, buni ko'p misol qildim, doktorlik, santexnika, svarishlik, Xudo uchun qilmayapti-yu desa, bu Xudoning yo'ldagi ish emas bu. Endi Xudoning yo'ldagi ishni bandani maqsad qilsa, ish o'ldi. Farqi bor ekanmi uni? O'ta fazilat, agar Alloh uchun bo'lmasa, undan ko'ra gunoh yo'q. Va esinglarda bo'lsa, do'zaxiylarda oyog'in tagida olimlar yotadi-ku, nima qilyapsizlar sizlar? Bizni qaytarardinglar-ku desa, o'zimiz qaytmadik dedi. Bilib tur amal qilmadi. G'oyril mag'dubi dedi Alloh taolo. Alayhim valaddallin. Kim ular desa, bilib amal qilmadi, bilmay amal qilmadi. Yahudiylar bilib tur amal qilmadi. Ota o'g'lini shunaqa zo'r taniydi. Yahudiylar undan ko'ra yaxshiroq bilgan payg'ambarimiz. Ergashmadi, amal qilmadimi? Shuning uchun ham g'oyril mag'dubi dedi. Nasoralar bo'lsa, Isoni Xudo deb biladi hozirgacha, valaddallin bo'ldi. Shuning uchun ilmning fazilati o'ta katta, xatar undan katta. Agar Alloh uchun bo'lmasa